Mana umra safarlariga Makka shahriga kelganmiz. Biz mana kutuvoli jarayonlar juda yaxshi tashkillashtirilgan. O'zbekiston prezidentidan Shavkat Mirziyoyevdan juda xursandmiz. Mana shu kelib ketishlarni tashkillashtirib, yengillik berganligiga, mana shunaqa firmalarni tashkil etib, nima deydi, xalqqa yengillik berib, Makkada o'z ziyoratlarni qilishga juda katta yengillik bo'ldi. Albatta bu davlatlarning birga qilgan hamdo'stligi va amalga oshirayotgan ishlaridan dalolat bo'ladi. Ziyoratingizdan xursandmisiz? Xursandman. Rahmat. Tashkil qilgan ixlos firmasiga juda katta rahmat, barakat topsin. Ziyoratlarda ustozim Shotipani ko'rib qoldik. Albatta bizga mana necha yillar dars berdi, 50 yildan oshiq bo'ldi. Yana mana umra safarlarida ustoz shogird bo'lib uchrashib turibmiz. Shotipa, sog' bo'ling. Ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Alloh amin. Alloh dargohiga qabul qilgan bo'lsin. Hammamiz uchun. Ingliz tilidan dars berib, bizni 5 baholar qo'ygan opamiz. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, sog' salomat bo'lib yuring. Rahmat. Ziyoratlarni ko'plab ko'rib, Nasib, katta hajlarga kelaylik, nasib kelasi. Bugun Ketish taradimiz, hamma ketishga shoshilib turibdilar. Mana yaxshi dam oldilaringizmi? Yaxshi ziyoratlar qabul bo'lsin hammalaringizniki. Sizlar ham yaxshi tomosha qillaringiz bor. Ziyoratlarimiz qabul. Albatta. Qani kamchiliklar bo'lmadimi?